aleyküm. Boşta ham bloger degan atimiz ozmaz nima bor. Bloger ekanligimni men bir necha yildan keyin bildim. Mana videolarni qo'yib yurganimdan keyin bir necha yildan keyin bildim buning nomi bloger ekan. Aytmoqchimanki, yana mana shu suv ichish bo'yicha o'zimning ba'zi bir fikrlarimni aytmoqchiman. Endi agar to'g'ri tushunsangiz amal qilishingiz kerak. Agar fikringiz boshqa bo'lsa, endi sizni hech kim zo'rlamaydi-ku. Mana ertalab hozir biz iftorlikni ertalab saharlik qildik. Xayolimga keldida bu suyuqlik ichish masalasida. Bizda asosan odamlar ertalab choy ichadi. Ovqatdan oldin, ovqat bilan, ovqatdan keyin. Bu choy ichish to'g'rimi, noto'g'rimi? Ro'za oyida emas, umuman. Endi o esir paytda esirdan chiqadigan nimalar, choylar, u paytdagi choylarga ozman ishonsa bo'lardi. Lekin hozir choylarga men o'zim ishonmayman. Nimaga deganda, bu choylar hammasi keladigan nima u Xudodan qo'rqib, mana bunaqa bo'lmaydi, buni endi albatta aytib bilmoqchi emasman, shunaqa joylardan keladi-ku, u Xudosiz mamlakatdan emas, Xitoydan keladi. Bu choy hozir texnologiya shunchalik rivojlanganki, menimcha har qanday nimani, yaproqni, ko'k yaproqni обработка qilib choyga aylantirishni hech narsa emas. Shunaqa zo'r rivojlangan. Endi Xudo o'zi kechirsin, balki bu gap noto'g'ri bo'lishi ham mumkin. Keyin choy bu bizning tanamiz 60-65% suv, choy emas. Choy ham bu ovqat, uning ichida qancha kofein bor, boshqa mikroelementlar bor. Uni hammasini ajratib olib, tananing umumiy nimasi uchun, suv xususiyati uchun ajratib olib, toza suvdan foydalanadi biz tanamiz. Uni tozalaydi, demak unga bir kuch ketadi. Ikkinchidan bu choy o'tku. O't 1 yilgacha turadi aslida. Saqlanish muddati 1 yil. Amal maksimum 2 yil bo'lsin, agar yaxshi bunaqa soyada, nimada saqlansangiz. Qayerda ko'rgansiz choyni soyada saqlayotganini? 2 yildan keyin qaysi musorxonada ko'rdingiz paketda choylar yotganini? Bu 2 yillik, bu biz ichayotgan choylarning ko'pchiligi balki 5-10 yillik, undan ham ko'proq bo'lishi ham mumkin. Bu masalaning bir tomoni. Ikkinchidan, suyuqlik hisobida agar qaraydigan bo'lsak, aytyapman-ku, ovqatdan oldin, ovqat bilan ovqatdan keyin ichishadi. Siz ovqat iste'mol qilgandan keyin oshqozon pastida shunaqa klapan bor, yopiladi u. Nima uchun? Chunki bu ovqat, bu oshqozon mana og'iz bo'shlig'ida yaxshilab chaynamaydi ham ko'pchilik. Og'iz bo'shlig'ida boshqacha nima? Bu yerda ishqorli sreda. Oshqozonda kislotli sreda. Bitta sredadan ikkinchi sredaga yaxshi chaynalmagan ovqat oshqozonga juda ham katta nagruska bo'ladi. Nimaga deganda, mayda ancha-muncha nimalar, bu yerda 3 ta bez bor-ku, quloq tagida, tilning tagida, podchelyustniy deydi. Bu 100 grammlab nima chiqadi bitta ovqatlanganning o'zida. Shunga yaxshilab boyintirish uchun o'zi kamida bir 33 marta, qancha tish bo'lsa shuncha marta chaynash kerak. Bizning odamlar unaqa chaynamaydi. Nimani? Keyin oshqozonni smesитель deydi. 5 ta kameradan o'tadi ovqat. Birinchisi og'iz bo'shlig'i, keyin oshqozon, qizilo'ngach, oshqozon, ingichkachak, yo'g'onchakdan keyin tashqari chiqarib yuboriladi. Oshqozonda aytganda kislotli sreda. Ovqat yedingiz bo'ldi, yopildi. Demak, u oshqozon uni suvni o'tkazadigan nimani o'rganmasdi. U asosiy vazifasi ovqatni bunaqa aralashtirganda hali salyan kislota bilan, fermentlar bilan, nima bilanlar bilan ajratib nima qiladi. Ma'lum qismdagi yengil nima oqsillar oshqozon o'zida nimaga o'tadi.
Siz ovqat yedingizda orqasidan choy ichdingiz. Birinchidan siz aytganda 1 piyola, 2 piyola ichmaysiz, ko'ryapman-ku odamlarni ko'pchiligini. Kamida bir yarim chaynak shunaqa ichadi. Birinchidan u yuk. Ham ovqat, ham choy turibdi. Oshqozon shunaqa tuzilganki, shunaqa kelib, bunaqa pastga nima qilib keyin ozgina tepaga ko'tarib, keyin bu yerdan o'tadi. Demak, u oshqozon cho'ziladi, u muskul-ku. Silliq muskul, u cho'ziladi. Keyin hali aralashgan paytda bu nima tabiatda Alloh taolo tomonidan bu nimani oshqozondan nima chiqadigan suyuqlik mana shu kislotalar, boshqa fermentlar suvga moslashmagan, ovqatga moslashgan, shunga mos chiqaradi. Demak, ham og'irlik tomonidan yomon bo'ladi, ham ximik reaksiyalar tomonidan ham yomon ovqatdan keyin suv ichgan. Ovqat bilan ovqat hazm qiladigan organ, oshqozon, suv so'riladigan organ u pastda, ingichka asosan yo'g'on cho'kda o'tadi. Shu tomonlama ham nima qilish kerak. Keyin suv ichganda umuman va uni temperaturasiga qarash kerak. Odamning temperaturasi 36 gradus bo'lsa, normada, unda 12-14 gradus baland bo'lishi kerak. Bunaqa issiq choy bo'lmaydi, uni sovuq suv ham bo'lmaydi. Mana hozirgi vaqtga aytyapman. Nima uchun? Chunki temperaturasi qancha 100 gradusdan 36 gradusga tushish yoki 1 gradusdan 36 gradusga chiqish uchun qancha mehnat. 48-50 gradus ichsangiz u oson. Shuning uchun ham issiq qaynoq suv, choylar masalan 2 soatlardan keyin qonga o'tadi. Qon suyuqligiga, tana suyuqligiga aylanadi. Sovuq suv ham shunaqa. Lekin iliq suv 48-50 gradusli suv u 45 minutdan keyin aylanadi. Qon suyuqligiga aylanadi. Siz ovqat ichyapsiz, ro'za tutyapsiz, endi katta niyatlar bilan tutyapmiz-ku, katta umidlar bilan. Faqat bu nima emas-ku, faqat ovqat nima qilish. Ovqatdan tiyilish eng asosan odamlarga eng qiyini ham shu aslida, mana qaraganda. Nimani bu choyni ichgan paytda bu iloji boricha, mana hozir bugun qanchada yopdik? 5 qanchada ham yopdik-ku og'izni. Demak, agarda shuni bir 45 minut oldin turing, imkoniyati boricha. Endi hozir sal qiyinroq bo'lyapti, men o'zimga ham vaqtda bunaqa erta 1 soat oldin turish sal qiyinroq bo'lyapti. Iftorlik, keyin nimaga chiqish kerak, tarafga. Shuning uchun ham sal kechroq yotmoqga atak juda unda 1 soat oldin turish kerak. Suvni qaynatib nima qilish shart emas. Bekor gap u. Suv qaynamasa mikroblar nima qiladi, boshqa. Bizning suv yaxshi suv. Biz Toshkentdan hisob qilyapman. Agar ko'nglingiz bo'lsa qaynating ozgina. Keyin sovigandan keyin. Agar yarim soat 40 minut oldin ichadigan bo'lsangiz, siz ovqatlangan paytda faqat ovqat yeysiz-ku. Qon suyulib tayyor bo'lib turadi. Keyin sizni ovqatni hazm qiladigan hamma sekretsiyalar, bezlar hammasi qondan oladi o'zining suyuqligini. Nimalar shuning uchun ham 45 minutlar oldin ichsangiz, 1 soat oldin ichib keyin ovqatni alohida qilsangiz, suvga aralashtirmasdan yaxshi ajrab chiqadi. Bu ayniqsa mana sahni diabet bo'lgan odamlarga, mana gipertoniklarga, qon quyuqlarga, hozir qon quyilish degan kasallik bizni paytlarimizda bunaqa trom deganlarni biz deyarli eshitmaganmiz. Kam bir bo'lib qolishi mumkin. Hozir juda ham modniy bo'lib ketdi, modniy emas. Odamlar ovqat butun o'zining sharoiti bo'yicha shunaqa o'zini bilimsizda tana tomonlama. Trom juda ham ko'p, insultlar ham ko'p, infarktlar ham ko'p yoshlarda. Biz paytimizda kasalni biz shuni bilardik, bu qari odam edi. Keyingi paytda kasallik yasharib ketyapti. Shuning uchun ham qon suvi, mana gipertoniklar hali aytganday,
yosh kattalar, mana 30-40 dan oshganlar, mana nima o't kasallar, oshqozon kasali, umuman kasallar, yosh katta va kasallarning hammasi bunga judayam katta harakat nima qilish kerak. Bizda ikkita bez. Nimani ichakka quyiladi. Boshqa hamma bezlar 300 dan ortiq bez bor-ku. O'zini produksiyasini, o'zini nimasini, mahsulotini qonga jo'natadi. Lekin mana oshqozon osti bezi bilan jigar o'zini suyuqligini nimaga jo'natadi? Ingichka chakka. U yerda bu o't bilan mana oshqozon osti bezidan tushgan suyuqliklardan tushgan nimalar, gormon fermentlar u oqsilni, yog'ni hammasini parchalab, qonga o'tadigan paytda parchalangan tayyor mahsulot yoqqa o'tadi. Shuning uchun ham bu suvni ovqatdan oldin ichish judayam muhim. Keyin mana bir narsa qarang, suv bilan aralashgan ovqat, oshqozonda turgan ovqat. Odatda suv 1,5-2 minut ichida o'tib ketadi ichakka. Chunki u yerda so'rilmaydi, shunda yuvadi o'tib ketadi. Ovqat 1,5-2 soat turadi oshqozonda. Go'shtlar undan ham ko'proq turadi. Shuning uchun ham nimani suvni aralash oshqozon o'zida aynaydi-da ovqat. Oshqozon ichakka borgandan keyin qonga o'tish jarayoni juda ham susayib ketadi. Birinchidan qoningiz suyulmadi, suv ichmadingiz, suvni ovqat bilan ovqatdan keyin ichdingiz. Bu tomonlama judayam eng e'tibor beradigan mana suv bo'lishi kerak. Suv bu dori. Suv tana uchun. Suv bu sizning ko'nglingizni ko'taradi. Suv bu qonni suyultiradi. Suv tanani yuvadi har xil zaharlardan. Shuning uchun ham alayda agar suv ichsangiz, bir dori sifatida hamma kasalliklarga davo bu suv tanani bir xil temperaturasini ushlab turadi. Endi buni hammasini sanashning hech iloji yo'q. Bu 60-65% suyuqlik bo'lganning o'ziga uchun ham mana shu ko'p odamlar buni juda ham e'tiborsizlik bilan umr bo'yi ichyapman, bobom ham ichgan, otam ham ichgan, palon yil yashadi deb bizning odamlar umuman qo'l siltaydi-ku bunaqa narsalarga. Men bir narsani aniq bilaman. Sog'lom paytda qo'l siltaydi, kasal bo'lgandan keyin nima desangiz hammasini qiladi. Nima desangiz. Bu dieta deysizmi, sigaret tashlash, aroq tashlash deysizmi, nima namoz o'qiy deysizmi, hammasini qiladi joni ko'ziga ko'rinib kasallikdan qiynalgandan keyin. Shuning uchun bu odamlar, bu mening maslahatlarim asosan yoshlarga ham kasal, yosh yuqori kasal hammaga tegishli. Imkoniyat boricha hamma vaqt, ertalab ham, obedda, tushlik ham, kechqurun ham suv iching, choy ichmang. Mayli, omon bo'ling.